Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana biz keyingi ishimizdan sizga ko'rsatamiz. Biz hozir Paxtachi tumani Qorovon Yo'ldoshabod mahallasida bog'chaga keldik. Bog'chaning katta apparat bilan, mayda apparat bilan hamma joyini tozalab berdik. Mana shu joyni xodimlardan men mas'ul ishlatishingiz mumkin. Sizlarga katta rahmat, akalar. Bir yildan beri suv bitmay qiynalib, juda qiyin bo'lyapti bog'chani ahvoli. Men suvni bemalol topyapsiz. Sizga ma'qulmi? Sizlarga mendan ma'qul, rozimiz sizlar. Bo'ldi. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shirin narxlarda beramiz. Mana o'zingiz klientdan eshityapsiz. 39-maktabgacha ta'lim tashkiloti. Davlatlarimiz bizdan rozi. Keyin shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hamma joy 50lik, 100lik hamma joylarini tozalash, suvlarini bir yildan beri muammo qilayotgan ekan kanalizatsiya. Bu kishilar bizdan internetdan topib, bizga murojaat qilib keldik. Muammoni hal qildik. Rahmat sizlarga. Bunaqa muammo bo'ladimi? Yechimini biz bilamiz.